ayol kishi paydan bo'lsin eriga, mahkam bo'lsin, kurashsin. Birovga berib qo'ysa joni chiqib ketadimi? Demak, kurashsin. Erini mahkam ushlasin, shirin gapirsin, gap qaytarmasin. Savob, ajr bor. Ayol kishi eriga xizmatida ajr, savob bor. Erini kirini yuvsa, ayol kishini gunohlari to'kilib ketadi. O'tirib o'sha qo'lida yuvadimi yoki kir mashinada yuvadimi, nimada yuvsa ham erini kirini yuvayotgan ayolni darajati ko'tariladi. Yuvgan sari erini ko'ylagidan o'sha kir chiqib ketsa, u ayolning nomai amalidan gunohlanib ketadi. Erini uyini shipirayotgan ayol bamisoli Ka'baning ichini shipirayotgan ayol kabi. Erini ko'nglini olayotgan ayol bamisoli Xudoning yo'lida o'sha qilich ko'tarib Xudoning dinini yo'lida jang qilayotgan maqomida. Shu darajada erga e'tibor savobli, ajrli ish. Buni eshitsin ayollarimiz, amal qilsin. Shu inson rozi bo'lsa, keyin jannatga kirar ekanman degan mana bu joyda fikr, iymon, e'tiqod bo'lsa ayollarimizda, Xudo xolasa ortiqcha muammolar bo'lmaydi.